Bugungi videoda men sizlarga ajoyib serverni obzor qilmoqchiman. Xo'p, bolalar, IP mana msvrworld.uz deb yozsalaring mana. Nomqisha online. Bemalol yozsalaring bo'ladi. Box PvP anarxiya bor. Xo'p, anarxiyaga kiramiz. Bolalar mana. War shop war war mana bolalar mayni ham kattagina albatta. Hop, spawnga boramiz. Ozroq kuchayib qo'ydim men. Do'stlar, mana spawn ajoyibligini qaranglar. Hop, rank narxlari Gerkok 80.000, Knyaz 70.000, Prince 60.000, Striker 50.000, Titan 40.000, Elite 30.000, Glave 15.000, Skivit 10.000, Aspid 7.000, Rock 3.000. Hop, eksklyuziv ranklar var 100.000, Hunter 100.000, Homie 100.000. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, ajoyib server. Sizlarga o'ynashingizni maslahat beraman. Maza qilib. Hop, var PvP ga boramiz. Hop, do'stlar, mana PvP ham ajoyibgina. Hop, owner bilan admin online ekan. O'zbekiston. Do'stlar, mana PvPni ko'ryapsizlar kattaligini. Bemalol PvP qilsalaring. Bu yerda menimcha chest paydo bo'ladi. Endi var creative enter point play team per PvP chest show tops trade shop yeti. PvP chestga boramiz. Yo'q, do'stlar, PvP chest ham shu yerda ekan. Go adminga yozib ko'ramiz. Hop, admin Tatsuki King. Masaga. Hop, admin. Masaga. Negadir admin chiqmayapti. Kelinglar ownerga yozib ko'ramiz. Ashiro. Masaga Ashiro bo'lyapti. Server obzor. Go yozib ko'ramiz. Nima deb javob berar ekan? Ko'ramiz. Hop, bu yerda sferalar bor ekan. Miqdor bitta. Narxi 450 million. Bu yana bir marta yozib ko'ramiz. Javob bermadi. Hop, javob beradimi yoki yo'qmi? Hop, javob bermadi, mayli. Hop, do'stlar, biz endi box PvPni obzor qilamiz. Mana box PvP do'stlar. Do'stlar, kattaligini ko'ryapsizlarmi box PvPni? Hop, men narsalarim bor edi hozir. Kirganingizda sizlarga kirka mana bunaqa
ovqat va elektr beriladi. 2, 3 dana. Mana do'stlar, biron, emerald va diamant bor ekan 3 ta. Bu yerlarga kirsam bo'ladimi? Yo'q. Bitamas. Mana do'stlar. Mana bu yerda mayin qilsam ham bo'ladi va spawnga borib ularni sotsam ham bo'ladi. To'g'rirog'i sotmaysizlar, shu yerda sotasizlar. Spawnda emerald diamantlarni yig'ib, spawndan bunaqa narsalar sotib olasizlar. Bu egasi yonida berar ekan va bunaqa sotib olsang, kuchaytirsak ham bo'lar ekan bu yerda. Menga yoqdi. Bu yerni ko'rmagan edim. Do'stlar, bu yerdan pastga tushib ketar ekan. Mana. Bu yerdan olib borib, spawnda sotsalar ham bo'lar ekan. Mana. Va kallalar evasiga narsalar berar ekan sizlarga. Mana bu yerda kalla sotib olsalar bo'lar ekan. 8 tasiga bitta berar ekan. Do'stlar, server sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Server IP'sini ko'rdinglar, kirishni tavsiya qilaman, yaxshi server ekan.